Demak, hurmatli Timurbek Ismoilovich marhamat, avvalo sizni taklif etamiz. Va ishonamizki, yig'ilgan aziz mehmonlarimiz bu jarayonlarni qarsaklarsiz qoldirishmaydi. Olqishlab qo'yamiz. Muborak bo'lsin. Butun Xiva elini chin ko'ngildan tabriklab qolamiz. Bu tarixiy lahzalarni olqishlab qo'ysak bo'ladi. Hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli hamshaharlar, Xiva eliga Imzo kompaniyasining Xiva shahridagi rasmiy showrumi muborak bo'lsin. Bemalol ichkarida tomosha qilishingiz va sifatli mahsulotlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz, sinab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.